Ukam to'g'risi уже yuragim siqilib ketyapti bola. Guliston katta masjidini shunday yonida Novostroyka bo'lyapti. Novostroykani oldida bitta joy bor. Bu joy oldin mahalla komitetga tegishli bo'lgan. Uni ichida bir ayol kishi va 3-4 ta qariyalar yashaydi. Bu ayol kishining sharoitini bitta ko'ringlar. Bu videoni Saida Mirzayevani administratsiyasiga jo'natib yuboringlar. Xotin-qizlar qo'mitasi podдержка qilib yordam berishsa, ayol kishi 3 ta farzandi bilan, katta farzandi operatsiyaga muhtoj. 2 ta bolasi kasal. Sharoitlar juda og'ir. Akalar, ukalar, bizdan faqat yaxshilik qoladi. Yaxshilik qilaylik do'stlar. Bunaqa qiynalgan oilalar ko'p, lekin bunaqasini men hali ko'rmagan edim. Bunaqa sharoitni hali ko'rmagan. Bitta ko'rib oringlar. Akalar, ukalar, badaniga narsalar toshib ketgan, kasal. Mana qariyalar shu xonadonda turishadi. Mana kichkina yana, buni ham temperaturasi chiqib yotibdi. Qo'ldan kelgancha akalar, ukalar, to'g'risi borib, yurak siqilib ketyapti. Farzandi borlar. Mana shu kichkina uchun yordam qilinglar. Sharoitni bitta ko'ringlar. Svet yo'q, svet yo'q. Xonada ham hojat ham o'sha yerda, stolovisi ham, ovqatlanish joyi ham, yotoq joyi ham, hammasi ham. Hamma narsa ichida. Voy jonim. Assalom. Hol ana akaga o'tirib. Mana shu sharoit. Mana bu do'stlarni, mana bu eski partalarni mahalladan berib yuborishibdi. Mana bu joyda mana hojat ham shu yerda. Yuvinishga sharoit yo'q. Shu yerda mana farzandlarga eski kiyimlarni mana mahalladagilar olib chiqib berganlar bor, lekin sharoit juda achinarli. Bu videoni aziz estetika Saida Mirzayevaga jo'natib yuboringlar. Ularning auditoriyasi kuchliroq va meni auditoriyam unchalik emas, lekin qo'ldan kelgancha Alloh qalbimga soldi. Menimcha sizlarning ham qalbingizga solib, hatto bir karta raqamlariga hozir qoldiraman. Sabina bo'lib chiqib keladi. 1000 so'm bo'lsa ham tashib yuborasizlar degan umiddaman. Ukam to'g'risi yuragim siqilib ketyapti bola.